tirikchiligi og'irgan odam ham mana shu bemalol foyda qila oladi bu mashinadan. Hoji aka yoki o'zingiz haydash uchun bo'lsa, GLS 450 og'aynilaringiz haydab yurgan bo'lsa, siz GLS 580 ni srochniga absolutni yangisini bosib olsangiz bo'ladi. Absolutni yangi deganga qarang. Probegi necha edi? Mana bundoq qilsak ko'rsatadi, ko'rsatmayapti. Necha edi? Mana 788 mi? Voy 788 kilometr. Rullari ham ko'ryapsiz, polyanatomichskiy, burmestrokuskiy sistema. Orqalarida ham даже massajgacha bor. Mana plansheti даже ochilmagan. Shu qadar masla, polni kuzov brona qilib qo'yilgan. Hojiga haydamayapti ekanlar. 2025 olingan, 25 kuzov deyiladi, lekin 24 oxirida chiqqan ekan. 700 kilometr yurgan, tasavvur qiling. Srochniga bilasizmi, 200 mingga yaqin turadi shu mashina. 151 mingga hozir baraka qilarsiz bo'ladi. 151 mingga yangi GLS